Erkek kishida jinsiy hayot, jinsiy aloqa muntazam bo'lishi shart. Men Savandar Iskandarovich, urolog-androlog, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassis shifokorman. Mushuklar eshitsin. Biz bugun erkaklik salomatligidagi muammolarni, asosiy dolzarb muammolarni yechimi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Ya'ni hozirgi kunda ko'p bemor, ya'ni erkaklarni muammosi bu peshob kelishdagi tutilish yoki peshobni qaytib qolishi, peshobni qolib ketishi va undan tashqari jinsiy hayotdagi kuchni pasayishi, energiyani yo'qligi, jinsiy aloqani muntazam olib bormasligimiz evaziga erkaklik salomatligida prostatit kasalligi kelib chiqadi. Prostata bezini dimlanmasligi uchun biz doim shuni tavsiya qilamizki, erkak kishida jinsiy hayot, jinsiy aloqa muntazam bo'lishi shart. Haftada bo'lmaganda, bu men jinsiy aloqa shug'ullanmadim deganda 2 marta shug'ullanishi shart. Bo'lmasa iloji boricha har kuni jinsiy aloqa bo'lishi kerak. Har kuni jinsiy aloqa bo'lishi uchun bizda sharoit bo'lishi mumkin, pul bo'lishi mumkin, imkoniyat bo'lishi mumkin, lekin energiya bo'lmasligi mumkin. Energiyani qayerdan olamiz? Yaxshi ovqat yeymiz, yaxshi misol uchun turmush tarzini yaxshilashga harakat qilamiz. Lekin baribir energiya yo'q. Energiyani olishimiz uchun maxsus tayyorlangan, maxsus ishlab chiqarilgan, zamon talabiga javob beradigan Hassas Oro asal mahsulotini o'zim qabul qilaman. Mana shuning uchun o'zimdagi o'zgarishni, o'zimdagi yaxshi tomonga o'zgarishni sezganim uchun boshqa bir insonlarga ham shuni tavsiya qilaman.